Men Madameni Muxtorjon Karimovich. O'zimiz endi tadbirkorligimizni mana shu bedanachilik bilan. Asli 50 donamni o'zimiz oilamiz uchun boshlaganmiz. Boshida 33 million olganmiz. Ularda yopib bo'lganmiz. Bu tomon hammasi tuxumga ixtisoslashtirilgan. Narigi xonada hammasi xo'rozlar, xo'rozda so'yib go'sht topshiramiz. Men har yili bir 5-6 ta shogird chiqaraman. Bedana bilan bedanachilikni faoliyati bilan tanishtirib, ham shogirdlarga shuni tayyorlab beraman. Yetishtiradigan shogirdlarimizga mana bank orqali kreditlar olishyapti. O'sha kreditlar orqali o'sha o'z faoliyatini kengaytirib boryapti. Ular ham xuddi menga o'xshab eng kam miqdorda pul jamg'armasi bilan tadbirkorlikni boshlash imkoni bor bizda. Sababi bitta kletkamizga 200 tagacha bedana sig'adi. O'sha 200 ta bedanamiz 3 million 200 lar bo'ladi. Kletkamiz 2 million. Ana shu 5 million 200 bilan har bir xonadonga zakaz bilan qilib beraveramiz.